Assalomu alaykum. Bugun Autodesk Mayani litsenzion varianti versiyasini qanday qilib ko'chirishni, sotib olishni o'rganamiz. Buning uchun Autodesk saytiga kiramiz, autodesk.com va sign in qilishimiz kerak. Ya'ni birinchi akkaunt yaratib olishimiz kerak. Agar akkauntimiz bo'lsa, akkauntga kirib olishimiz kerak. Xo'p, sign in qilyapti. Bizda akkaunt bo'lishi kerak. Bu yerda o'zlaringizni akkauntlaringizni yozasizlar. Next. Hozir yaratgan pasport bilan kirish. Mana kirdi. Ko'ryapsizki, mana chiqib turibdi. Yasharbek O'tayev. Xo'p. Endi Maya Indini sahifasiga kiramiz. Maya Indi. Tak. Mana bu. Mana. Indi versiyasi nima bu? Indi versiyasi bu freelancerlar, o'zini band qiluvchilar uchun mo'ljallangan arzon versiyasi hisoblanadi. Lekin anavi bilan bir xil. Ichidagi funksiyalari Mayani qimmat versiyasi bilan bir xil. Buni faqat yaxshi tomoni arzonroq. Chunki qonunchiligida ko'rsatilgan, ya'ni $100,000 yiliga $100,000 kam daromad oladiganlar uchun mana shu Maya Indini ishlatsa bo'ladi. Yiliga $100,000 ko'p pul topadiganlar uchun esa full version, ya'ni to'liq litsenziyani to'liq versiyasini sotib olish kerak. Lekin funksiya jihatdan Mayani o'zini funksiyalari, ichidagi bu anolari, pluginlari jihatdan ikkalasi bir xil, hech qanaqa qirqilgan emas, bir xil. Shuning uchun ishlatsak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda are you eligible degani siz shunga mosmisiz degan narsa bor. Bu faqat ayrim mamlakatlar uchun ruxsat berilgan. Afsuski, bu mamlakatlar ro'yxatida O'zbekiston yo'q. Eng yaqinlarida masalan Turkiya bor. Nima bor yana? Bizga yaqinroqdan, yaqingacha Rossiya ham bor edi. Ular chiqarib tashaldi. Ya'ni mana shu davlatdagilar olishi mumkin. Endi biz Amerikadan bo'lib olsak ham bo'ladi. Lekin nima deydi? U yoqda adresimizni ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Hozir shuni ustiga qilamiz. Qani? Tak. Maya Indi. Keyin pastga tushsak, by Maya Indi. No thanks. Hop, mana kirdi. Ko'rayotganingiz narxi $330 yiliga. $330 yiliga degani oyiga $27,5 dan tushadi. Buni so'mga aylantirsak, taqriban oyiga 330,000 so'mdan chiqadi. Bemalol sotib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Anosini ishlatgandan ko'ra, nima edi? Crack versiyasini ishlatgandan ko'ra litsenzionni ishlatmoqchi bo'lganlar bemalol ishlatishi mumkin. Xo'p, continue qilamiz. Tak. Mana bu yerda purchase for registered company, ya'ni registratsiya qilingan kompaniyaga sotib olsangiz, kompaniya nomidan sotib olayotgan bo'lsa, shuni bosasiz. Agar o'zingiz freelancer bo'lib ishlasangiz yoki o'zingizni band qiluvchi bo'lsangiz, bunda bitishgan olib tashlaymiz. Mamlakat deganda United States qilamiz. Bu nima uchun kerak? Bu mana bu billing address deydi. Agar Amerikada
tanishlaringiz yo qarindoshlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, o'shalarni manzilini bersangiz, o'sha manzil orqali nima deydi, sotib olsangiz bo'ladi. Tak. United States belgilaymiz. Bu yerda adresni yozamiz. Xo'p, adresimiz mana bo'ldi. Ikkita uchta adresda kiritib qo'ydik. Masalan, Virjiniya shtati uchun soliqlar, qo'shimcha soliq yo'q ekan, 0% soliq chiqdi. New York shtatiga registratsiya qilganimizda yana qo'shimcha $22 soliq chiqdi. Shuni ham hisobga olasizlar. Har xil shtatda soliqlar har xil ekan. Soliq yo'q shtatdan tanishlaringiz yoki anavi bo'lsa, bironta manzil kiritsalaringiz, o'sha yoqdan nima deydi, soliqsiz olsa bo'lar ekan. Bu endi soliq qonunchiligiga bog'liq bo'lsa kerak. Xo'p, kiritib bo'ldik. Endi continue qilamiz. Tak, endi to'lov uchun kartalarni kiritamiz, raqam va ma'lumotlarni. Tak. Keyin tak, endi review order. Tak. Submit order. Kutamiz. Thanks, your subscription is ready. Tak, menimcha sotib oldik. Endi tekshirish uchun Autodesk Access ga kirishimiz kerak. Buning uchun Autodesk Access ko'chirib olamiz. Tak, mana bu programma. Download Tiken. Bu barcha mana litsenziyalarni boshqaradigan programma. Va har safar yangi Mayalar chiqsa yoki boshqa programma chiqsa, shu yoqdan ko'chirib olishingiz mumkin. Masalan, bitta litsenziya bilan Maya 26, 25, 24 xohlagan versiyangizda ishlatishingiz mumkin. Faqat bitta bir vaqtda bir kishi ishlata oladi. Adashmasam boshqa kompyuterda ishlatsangiz ham bo'ladi, faqat bir vaqtda bo'lishi kerak emas. Masalan, uyingizda va ishxonangizda ikkita kompyuter bo'lsa, uyingizda ham ishlatsangiz bo'ladi, ishxonangizda ham ishlatsangiz bo'ladi, faqat bir vaqtda emas. Menimcha shunaqa. Xo'p, ko'chiryapti. Hozir ko'chirib kirib ko'ramiz. Ko'chirib bo'ldi. Endi o'rnatamiz. Tak, ko'chirib bo'ldi. Endi o'rnatamiz.
O'rnatish boshlandi. Kutamiz o'rnatishni. Tak, so'rayapti. Ruxsat beramiz. Hop, rozi bo'lamiz. Agree shartlariga install. Tak. O'rnatib bo'ldi. Finish qilamiz. Endi kiramiz. Mana bu yerda mana Autodesk Access. Sign in qilamiz. Ochamiz. Ochdi. Endi nastroykalar view all products, ya'ni bizga ochib berilgan produktlarni ko'ramiz. Ya'ni sotib olganimizdan keyin nimalar ochib berilgan bizga. Tak, kim ishlatadi? I will use. O'zim ishlatamiz. Next. Maya for indie users. Tak. Using it for years qilamiz. Save, ya'ni necha yildan beri ishlatyapsiz. Save. Xo'p, mana bu yerda Maya bor. 2026 downloadni bosishdan oldin birinchi ko'chirib olaylik. 26 Windows download. View details. Yolg'onchi emas. Mana bu yerdan 26 update'dan qilamiz. Download. Hello qilamiz. Multiple. Mana ikkitasini ochyapti. 26 ishda ochdi. Mana bunisi kerak emas. Mana 26 endi. Bu birinchi ustunovka qilish vaqtida загрузка qiladi saytdan. Yo'q, biz birinchi загрузка qilib olamiz hammasini, chunki 308 gigabaytlik ma'lumot ekan. Keyin ustunovkani bosamiz. Shuning uchun mana ustunovka qilyapti. Kutamiz. Tak, mana ko'chirib bo'ldi. Endi ochamiz. Mana bu uстановочниси mana. Ikkita fayl, bittasi uстановочниси, bittasi buni arxiv fayli. Shuning uchun mana bu uстановочнисini ustiga bosamiz. Tak. Yes. Mana ochib bo'ldi. Endi installerni boshlaymiz. Install. Hozir nimalar o'rnatishni so'raydi. Plichkalar qo'yib, o'zimizga keraklasini belgilab olsak, o'shalar o'rnatib beradi. I agree. Next. C program filesga qilmoqchi. Rozi bo'lamiz. Next. Arnold bilan Substance'ni o'rnataymiz deb so'rayapti. Mayli deymiz. Sotib oldik, hammasini o'rnatsak bo'laveradi. Install. Hop, mana boshlandi. Tak, endi mana tugadi. Startni bosamiz. O'rnatib bo'ldi. Maya startni bosamiz. Tak, mana qo'shildi. Maya experience qilamiz. Tak. Hop. Mana hammasi bor, menimcha. Ishlayapti. No qilamiz. Mana shunday
animatsiya anavini mayani litsenzionni o'rnatsa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.